Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, issiq, qaynoq Ispaniyadan endi sal salqinroq Parijga keldim. Va shu joyda yana bitta dars yozmoqchiman. Niyat qilgandim, har bir darsim inshaalloh dunyoning eng go'zal joylarida yoziladi deb. Alhamdulillah, asta-sekinlik bilan bu niyatlar amalga oshyapti. Bugun men sizlar bilan ozgina adekvatlik to'g'risida gaplashmoqchiman. Ko'p gruppalarimda, ya'ni treningga qatnashayotganlar ichida bu to'g'risida o'sha so'zlashyapmiz. Sababi nihoyatda oddiy. Inson esli hushli bo'lsa, ya'ni adekvatni o'zbekchaga nima bo'ladi deyilsa, esli hushli, farosatli desa ham bo'ladi. Endi adekvat emas degani bu farosatsiz degani emas. Ya'ni bittagina yo'nalishda fikrlaydigan inson aytiladi-da. Ya'ni bitta yo'nalishdan boshqa yo'nalishlar ham borligini, minglab yo'llar borligi hisobga olinmaydi. Boshqacha variant, ya'ni alternativa borligi hisobga olinmaydi. Shuni tushunish kerakki, hayotda hamma vaqt alternativa bor, yangiliklar bor. Boshqacha fikrlashni o'rgansa bo'ladi, boshqacha yechimlarni qidirib ko'rsa bo'ladi. Mana faqat mana shu bitta ikkita yechim, boshqachisi yo'q deyish kerak emas-da. Hamma vaqt yechim bor. O'rganib olgan insonlar ko'p narsani nihoyatda osonlik bilan qiladi. Mana shu Yevropaga meni sayohatim menga juda ko'p insaytlar berdi. Bilasizlar, men sayohatni yaxshi ko'raman. Juda ham ko'p targ'ibot qilaman. Sayohatga chiqinglar deb. Meni juda ko'plab o'quvchilarim ko'plab mamlakatlarga borib kelishdi, ya'ni sayohatlarga ochilishdi, ya'ni ongi ochilishini aytamiz biz har doim. Inson ongida tayyor bo'lsa, shu narsa vaqt soati kelib amalga oshishni boshlaydi. Imkoniyatlar paydo bo'ladi, yechimlarni ko'radi, qanaqa qilib shu maqsadiga erishish mumkinligini ko'rishni boshlaydi. Imkoniyatlardan foydalanadi va qarabsizki, mana shu narsa amalga oshadi. Ko'pchilik mana muammoyim bor deydi. Men bilan vaqt ajratib shug'ullaning, muammoyimni yeching deyshadi. Lekin mana kanalda ko'pincha aytib o'taman, 60-70% gacha muammolarni yechish uchun mashqlar berilyapti, amaliyotlar berilyapti. Darslarni biz prosta tak hali bekorchilikdan yozib o'tirmaymiz. Ya'ni yechim bo'lsin, o'sha boshqacha yechimlar borligini ko'rishsin. Lekin hali xuddi inson fikrlashi tunnellar ichida-da, faqat bitta yo'lni ko'rib boshqasi yo'q deyishsa juda chatoq. Ya'ni mana yechim deb oldiga qo'yib qo'ysa ham olmasligi o'sha qanaqadir sir bor deb o'ylaydi. Hech qanaqa sir yo'q, mehnat bor. Ya'ni inson nimanidir o'qish kerak, nimanidir xohlash kerak, haqiqiy xohishi yoqish kerak. Ya'ni yashash ishtiyoqi. O'sha yashash ishtiyoqi kuchli bo'lsa, insonda uni energiyasi juda ko'p bo'ladi. Shu katta energiyaga ega inson har qanday to'siqlarni yorib o'tadi, o'zining maqsadlariga erishadi. Maqsad qo'yishni o'rganish kerak. Maqsad qo'yayotganda har xil hali ko'rinmas patolog deydi. To'siqlarni ongimizda qo'yib qo'ymasligimiz kerak. Shu to'g'risida aytayapman, hali adekvat bo'lish. Ya'ni juda ko'p savol-javoblar bo'layotganda shu narsa ko'rinib qoladi-da. Ayniqsa mali debati deydi, bahsga umuman kirishmayman. Bu befoyda narsa. Vaqtimni bahsga emas, boshqa narsalarga ajratay deyman. Bahslashdan foyda yo'q. Mayli siz haqsiz deyman. Lekin menga kerak emas. Kimgadir nimanidir isbotlash uchun men tug'ilmaganman. Men dunyo qarashim shunaqa. Kimga kerak bo'lsa mana olsin. Kimga kerak bo'lmasa boshqa yo'lni qidiraversin. Boshqa yo'llar ham bor-ku. Ya'ni shunaqa zaproslar bo'lyaptiki, nimani so'rayotganingizni o'zingiz bilyapsizmi deb qo'yaman-da. Ya'ni
bandadan so'rash kerak emas, Xudodan so'rash kerak ko'p narsani. Ya'ni bizaga o'sha trening o'tayotganda qo'yilayotgan yo coaching o'tishda qo'yilayotgan talablar u psixologdan yo coachdan so'ralmaydi. U Xudodan faqat so'raladi unaqa narsalar. Biz bandamiz, biz o'zimiz muhtojmiz. Biz u narsalarni bera olmaymiz. Biz tushunish kerak. Biz go'yoki xaritamiz. Mana bu yoqqa borsak, mana Eiffel, bu yoqqa borsak, mana harbiy akademiya. Endi kartada shunaqa ko'rsatadi. Ya'ni bizning yo'limiz faqat ko'rsatish. Sizni o'rningizga men bu yoqqa bora olmayman. Siz o'zingiz yurishingiz kerak, o'zingiz mehnatingiz qilish kerak, o'zingiz fikrlaringizni boshqara olasiz. O'zingiz faqat o'rganasiz. O'zingizni tanish uchun hali ichini kovlash deydi. Inson ichini o'zi kovlaydi, ya'ni boshqa birov kelib kovlash kerak emas. Ya'ni inson o'zini nima his qilayotganini o'zi faqat biladi. Boshidan nima o'tganini o'zi biladi. Nimalar xohlayotganini o'zi biladi. Hech kimga aytmaydigan sirlari bo'ladi. Ayta olmaydigan. Endi qayerdadir uyaladi, qayerdadir yana nimadir sabab bo'ladi. O'sha sirlarni faqat o'zingiz bilasiz. Ya'niki biz qattiq ishlaymiz, keyin oxirida aytmagan narsalari bor bo'lib chiqadi-da. O'shaning uchun muammo yechilmagan bo'ladi. Oxirigacha baribir ko'pchilik aytmaydi o'zining muammolarini, o'zining sirlarini aytmaydi. O'shaning uchun tushunish kerakki, o'zingiz ishlaysiz. Ya'ni treningga keldim, pul to'lab qo'ydim, endi sen ishlab, bizda umuman o'tmaydi. Sirazi aytib qo'yaman. Adekvat bo'lish kerak. Ishlaydigan biz emas. Ya'ni bizning ishimiz mana yo'l ko'rsatib yuborish, mana bu yoqqa yursang, mana shu joyga borasan. Boruvchi o'zingiz, ya'ni mehnat qilsangiz nimadir bo'ladi. O'zingiz ishlasangiz, ishlamaydigan bo'lsangiz, kechirasiz-u, hech qanaqa natija bo'lishi mumkin emas. Bu yoqqa ko'rsatsak, boshqa yoqqa qarab, orqaga qarab yurayotgan bo'lsangiz, boshqa natija bo'ladi. Bu yerda bizani hech qanaqangi aytgan gapimiz, treningimiz anaqa sizga yordam bera olmaydi. Agar siz oldinga emas, orqaga qarab yurayotgan bo'lsangiz. O'shaning uchun adekvat bo'lish kerak. To'g'ri zapros qo'yish kerak. Ya'ni ko'p ko'rdim shu narsani so'rayotganda, mana maktabda nechta o'qituvchi o'qitadi? Kimdir biologiyani o'qitadi, kimdir matematikani, kimdir yana nimanidir. Lekin shunaqa zapros bo'lyaptiki, bu adekvat zaprosmi deb so'rayman-da. Ya'ni psixologiya uni vazifasi sizni boy qilish emas. Bu to'g'risida kanalda aytganman, yana qaytaraman. Bizning ishimiz sizni boyitish emas, yo kasal bo'lsangiz kasalingizni davolash emas, yo qaysidir maqsadga biz sizni ko'tarib olib borib qo'ymaymiz, o'zingiz borasiz. Bizning vazifa bittagina, eng muhimi, boshqa hech qanaqa emas. Ya'ni siz mana bilasiz, qanchadir masofa bor, o'shani bosib o'tishingiz kerak, ya'ni maqsadgacha yo'l bor. O'sha yo'lni siz stress bilan hayotda bosib o'tyapsiz, ko'p holatda. Bizning mehnatimiz, bizning beradigan bilimimiz, har bir gapimiz faqat bitta narsaga xizmat qilishi kerak. O'sha yo'lni siz stresssiz bosib o'tishingiz kerak. Bu eng muhimi. Boshqa hamma narsa bekor. Buni tushunish kerak. Ko'pchilik shuni tushunmayapti-da. Psixolog undoq qilib kerak, bundoq hech narsa qilish kerak emas psixolog. Faqatgina to'g'ri fikrlashingizni yo'lga qo'yishga ozgina bir yordam berishi mumkin. Coach ham xuddi shunaqa. Ya'ni ozgina bir osonroq, yengilroq yo'llari bor. Shuni ko'rsatib ber. Mana bunaqa qilib ko'r, bunaqa qilib ko'r. Ya'ni boshqacha fikrlash ham zo'r effekt beradi. Men bu yerda mana bu savolni ber deb yaqinda mana menga savol berishdi. Ya'ni endi asabiylash mumkin bo'lgan holatlar bo'ldi sayohatda. Siz asabiylashmaysizmi deb savolga savol bilan javob berdim. Ya'ni asabiylashgandan nima foyda? Xo'sh, meni orzularimdan biri mana Ispaniyaga kelishdi. Ispaniyada yuribman. Ozgina stressli holat bo'lyapti. Endi bizga bog'liq emas. Biron narsa qilish mumkinmi? Qilish mumkin bo'lgan hamma ishni qilyapmiz, lekin o'sha masala sirazi yechilmadi. Ya'ni sirazi o'sha joyga men bora olmadim, kerakli joyga. Lekin kulib shuni qabul qilish ham mumkin ekan. Ya'ni shu holatda o'zim rasmga ham olib qo'ydim.
hech qanaqangi bir narsa insonni kayfiyatini buzmaydi agar u bunga yo'l qo'ymasa. Ya'ni har qanday situatsiyada ham kulib turish mumkin, yaxshi kayfiyatda bo'lish mumkin, baxtiyor bo'lish mumkin, buni o'rganish mumkin. Va bundan foydali. Ya'ni kulgi, tabassum insonning hayotini uzaytiradi. Bu sir emas hech qanaqangi. Lekin har qanaqa situatsiyada ham kulib turishni o'rgansa bo'lar ekan, kayfiyatni yaxshi qilishni o'rgansa bo'lar ekan. Va buni endi mana ochiq kanalimdagi darslardan ham o'rganishyapti, treninglarga qatnashib ham o'rganishyapti. Ya'ni adekvatni zaproslar bilan kelsanglar, birgalikda ishlaymiz, birgalikda o'sha maqsadlarga yetishga bir yordam berishimiz mumkin. Boshqa qo'limizdan hech narsa kelmaydi bizani. Boya aytganimdek, tavba qildim deb qolaman shunaqa zaproslardan. Mana bunaqa qilib bering. U faqat Xudo qila oladigan ishlar-da. Biz bandamiz, yana bir marta aytaman. Biz o'zimiz Xudodan so'raymiz ko'p narsani. Mana Xudoyimdan so'ragandim. Sayohatlarni yaxshi ko'raman. Parijga qachondir kelish orzu bo'lgan. Mana hozir Eyfel minorasini tagida turibman. Lekin sabr degan narsa ham kerak ekanda. Misol uchun men 50 yoshga to'lib endi nasib qildi. Sabr qildik. Mana Xudoyim yetkazdi. Shotlarda yuribmiz. Mana darsda yozyapman. Alhamdulillah. Ya'ni hamma narsa o'zini vaqtida, soatida bo'ladi. Biz xohlagan vaqtda emas. Inson o'zi nafsini jilolab olish kerak. Ya'ni nafs bu ego. O'zini egosini, nafsini tarbiyalash kerak. Hozir hamma narsa bo'lishi kerak. Men xohladim, sirazi olishim kerak degan narsadan voz kechsa, o'shandagina u baxtiyor bo'ladi. Sabr mo'jiza ekan. Sabr bu juda katta boylik ekan. Xalqimiz bekorga aytilmagan. Sabrni tegi sof oltin deb. Shu narsalarni men hayotda ko'ryapman, alhamdulillah. Endi shu narsalarni bo'lishga harakat qilyapman. Mumkin, bu narsalar mumkin. Iloji bor. Qilsa bo'ladi. Hamma narsaning iloji bor. Vaqt degan narsa. Bu narsani mana farishtalar guruhini boshladik. Alhamdulillah, mana simvolitskiy bo'ldi-da. Parij endi nima deydi? Romantik shahar deyshadi. Ko'pchilik o'zini jufti bilan kelib, shotlarda sayr qilib, rasmlarga tushib ketishadi. Esdalikka shu shaharga kelganimda shu dars boshlandi. Shu yerda darslar yozdim ularga ham. Mana o'sha yerda aytilgan ba'zi bir gaplarni sizlar bilan ham, kanal kuzatuvchilar bilan ham bo'lishyapman. Agar esli xushli bo'lsak, adekvat bo'lsak, bizda muammo bo'lmas ekan. Bu endi qisqa qilib aytganda, lekin shu muammolardan chiqish uchun ozgina o'zimizni o'zgartirsak, yaxshi tarafga o'zgartirsak, faqat yutamiz. Inshaalloh darslarni kuzating. Bittada ko'p narsa berib bo'lmaydi. Ilgari katta 1 soatlik darslar qilardim. Ko'rdimki, u ham juda katta effekt bermadi. Men xohlaganda, ya'niki protsentni sootnosheniya bor. Zo'r rezultat olganlar 30-40%, endi 100 ga olib chiqish yo'lini izlayapman. Shu porsiyadan kam-kamdan beriladi. Muddat talab qiladi. Ozgina qisqa qilib darslar olinaveradi. Qo'limdan kelguncha men ham elimizga, yurtimizga xizmat qilaveramiz. Endi kim haqiqatan hayotini o'zgartiraman desa, o'zgartirar ekan. O'zgartirmayman degan insonga hech kim bu dunyoda yordam bera olmaydi. Ya'ni o'zini yo'nalishida ketaveradi, sen ko'rsatgan yo'nalish qolib ketaveradi. Shuning uchun hammangizga tilab qolardimki, hayotda hamma maqsadingizga erishib yuringlar, baxtli, omadli bo'linglar, yaxshi kayfiyat har doim sizlarga hamroh bo'lsin. Doim tabassumda bo'ling, doim kulib yuring. Hammasi ajoyib bo'ladi shunda.